Assalomu alaykum Real Ranchoning muhtaram va qadrli obunachilari, chorva sevar do'stlar, chorvadorlar. 1-fevral haftaning yakshanba kuni o'zimiz mini fermadamiz. 3 bosh yaxshi ishonchli, ishonarli sigirlarimiz bor. Ko'ringlar, baho beringlar, oyog'ida ma'lumotlarni beramiz. Yurishini, turishini, sog'omini hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Xudo xolasa, kimga xizmat ma'qul kelsa, sifati, bo'ybasti, yuvoshliklari ma'qul kelsa, bemalol nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. Akalar, bir boshdan ma'lumotni beramiz. Bismillohda birinchi sigirimizni akalar tishidan boshladik. Mana jonivor 8 kunlik lapatga. 3-bolaga bola novvos bunaqasidan. 2 sutkalik. 2 sutkalik. Baylangan yo'q bolasi. Shunday bo'sh yurib turdi, o'ynab. Bo'sh yurgan holatda olib chiqib, prosta arg'amchiga solib qo'ydik, aqa-baqa ketib qolmasin akalar. 1 gram dimlandi netisi yo'qmi, oldida sog'ib bir qator ko'rsatamiz. Jonivorni boki nima deyapti akalar? Mana buni ham tishini ko'ramiz endi. Tutuylari to'rtta joyda zakasini xudo xolasa. Mana tishlar 6 kilo to'liq, 8-chilarini endi chiqaryapti akalar. Mollar yosh, qari qurisi yo'q, xudo xolasa mollarni. 3-si yetuk bo'g'oz rossiyskiy. Payshanba kuni tuqqan xudo xolasa akalar, mana shu qora ola sigirimiz 18 litr sutga, 3-qorin, bo'ylari 1.25 plus. Sifati, orqa keti, korobkasi, taglari, tutuylari hamma yo'g'i joyida xudo xolasa. Kim shunaqasidan oqtargan bo'lsa, akalar, siraz aloqaga chiqaverasizlar. Qulog'ida birkalari bilan hamma yo'g'i joyida. Shvesimiz akalar, bolasi novvos, 2 sutkalik. Bo'ylari 1.15, 1.20 atrofida 10 litr sutga garantiya. Bemalol ko'rib sinab olaverasizlar. O'zimizni qo'limizda tuqqan 2-3 martadan emlamalari bo'lgan, umuman o'ylanadigan joyi yo'q. Faqat olib borasizlar, sog'ib ichasizlar. Ukoli bormi, emlamasi bormi, boshqami, umuman o'ylanadigan narsasi yo'q, xudo xolasa. Yashurga, bruslozga, dermatitga emlamalari bo'lgan, xudo xolasa. Bola xunajin 3 kunlik, bola buqa 2 kunlik. Akalar, eng qiziq joyini aytib ketamiz endi. Xudo xolasa. Buqa Shvesda originali. Kindiklari hali go'sh akalar. Bo'ylari 1.15, 1.20 atrofida. Narxi 31 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. Hozir o'zim soqib ko'rsatib beraman. Xudo xolasa yuvoshliklarni mana bokinma deyap jonivorni. Akalar, arzimas mehnatimizga bittadan laykni gumbulatib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham yaxshi sigirlar, yaxshi syomkalar qilishga harakat qilamiz. Ikkinchisini ham o'xshatib aytamiz. Oldi qo'shtisi yo'q, xudo xolasa 17 ta 18 ta sutga tishini ko'rsatdik akalar. Kimgadir 2-bolasi, kimgadir 3-bolasi. Narxi 40, 45, 42 yo'q. 39 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Jupoganga butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor akalar. Shu ikkala sigirimiz Jupoganga yoki bo'g'ozga bitta sigir qo'shib olganga butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Dastavkadan o'ylanmanglar, dastavkadan umuman muammo yo'q, xudo xolasa. Endi bir qator sog'ib ko'rsatamiz. Bo'g'ozni ham yetalab oyoq qo'lini ko'rsatib beramiz. Birinchi sigirimiz akalar, bir yurishlarni ko'rsatamiz jonivor. Bola nima deyapti? Bolani bitta tema xudo xolasa. Jonivorni qaranglar. 2 sutkalik mana bo'zak. Mana. Ostilar. Bu da sog'lom, yuvosh, yeb ichishi zo'r. Ana bola. Ayiq polvon jonivor. Shvesda o'ta ham beg'amidan. O'ta beg'am. Mana bugun 2 sutkalik bo'lsa, umlarni o'ynatib nima qilishdi, yurishni boshladi mana. Hali buni kindiklari ham qatimagan mana. Mana kindingi hali go'sh. Ketdi. Bolani sutliga, sut ichaman deganlarga
hozir tashlab ko'rasizlar sutligini oqtarganlar. Yonivorni boki nima deyapti? Payshanba kuni tuqqan, xudo xolasa. Bugun 3 kunlik bo'ldi-da. Bo'ylari 125 kg. Bolasi ham xani-xuni ko'zi emas, mana toza Rossiya bo'lar. Pachka. Peshanalari, qashqalari ham zakas ekan. Yurak. Ana. Bo'ylari 125 kg, xudo xolasa. Molimiz o'ta yuvosh. Sigirimiz sog'ishni boshladi ekan. Bolasi emgan yo'q. Shu idirmasdan ham sog'ilaveradi mana. Yoshliklari. To'rov ishlashi ham bir xilda. Xudo xolasa umuman odam tanlamaydi. Sog'adigan odam bo'lsa bo'ldi. Ikkinchi sigirani sog'ishni boshladi, yog'mashlar. Yenallari zakasni o'ydan. Napurlarni ko'rsating yaqinroq. Jonivor. Mana. Yenilari yumshoq ekan-a? O'ta ham yumshoq. Kelar sigirlarimizga bir qator ma'lumotini berdik, sog'ib ko'rsatdik. Kimga sifati, narxi ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa mana bo'g'ozimizda ham bir qator yurish turishni ko'rsatib beramiz. Bo'ylari 1.45 plus minus 3-qoringa narxi 60 million so'm kami bor. Kunligi qolgan xudo xolasa akalar 25 litr sutga. Sigir bo'g'ozlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Kimda 1 so'mligi bor, bemalol savdolashib olaverasizlar. Savdo sunnat akalar. Talashib tortishib, kelishtirib olaverasizlar. Xudo xolasa uylaringga 5 gaz qirmay shilmay yetkazib olib borib beramiz. Akalar, videolarimiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like, kommentariyada o'z fikrlarini qoldirib qolamiz. Hammaga kattadan katta rahmat. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.